Agar emlashlar bo'lmaganida hozirgi vaqtda butun dunyoning aholisi 8 milliardga bormasa, qora chechak kasalligidan 1900-yillarda 300 millionga yaqin butun dunyo aholisi vafot etgan. Emlashlar o'zi bizga nog'a kerak. Bolani organizmini keyinchalik shu kasallikka donishtiradi. Shu kasallikni yuqtirgan holatida u kasallik og'ir o'tmaydi. Bola shu kasallik bilan kurashib biladi. Yaqinda ko'rikimizga bir qizchani olib keldilar. Ota-onasi emlashlardan qo'rqib, qizamiqqa qarshi emlash olmaganlar. Shuni natijasida bolada qizamiq og'ir o'tib, koma holatiga tushib qolgan. Hozirda qizcha koma holatidan chiqqan, lekin kasallik og'ir asoratlar qoldirgan. Qizcha yurmaydi, gapirmaydi. Agar vaqtida qizamiqqa qarshi emlanganida bunday asoratlar kelib chiqmasmadi. Men Tilicheva Mavluda Azatbayevna 8 yillik tajribaga ega nevrologman. Hozirda Dehqon dorixonasi bilan hamkorlikda xalqimiz uchun manfaatli videolarni olishni boshladik. Agar sizlarga ham bu videolar qiziqarli bo'lsa, sahifamizga obuna bo'lib qo'ying. Videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, ota-onalarga yo'yarib qo'ying.